Xullas, konkret bahonangiz bormi? Bahanalar do'koniga xush kelibsiz. Yigitimga mashina oldirib olmoqchi edim, jimot. Olib bermayapti. Shunga normalniy bahonalaringizdan bo'lsa, любой pulingizni beraman. O, ishtaqalari karnayku. Bor undan. Xullas shunaqa deysiz. Bola saniki bo'lgandan keyin olib berasan, tushundingmi? Deb ko'ring, olib beradi. Qanaqa bola? Ha, yo'q, hozir. Bugun ertalab uyimdagi kimdir mashina tashab ketibdi. Ammo sizni sevganim uchun qabul qilmadim. Din, Zo'r mana shu bahona. Men keyingisi. Aka, hozir qizim sizga mashina oldirish uchun bahona olib ketdimi? O'sha mashinani olib bermaslik uchun bitta bahona qilib bering, iltimos. Bor bitta. Iltimos jonim, hozir vaziyatim tushunib turgin, ishlarim ozgina yurishmayapti. To'yimizdan keyin zo'r mashina olib beraman senga. Deng. Cho'tka aka, rahmat. Haligi bahonalar tekinmas? Yo'q, siz meni to'g'ri tushuning-da aka, hozir sharoitim unaqa emas. To'ydan keyin hammasini cho'tka qilib beraman, aka, iltimos. Oo, bo'lmasa ishlatma bu bahonani. Senga gapiraman. Rahmat. Shu bahonasi o'tmasin. Akajon, sherga kirib chiqib pulingizni beraman, aka. Mashina kirib chiqsa hal bo'ladimi? Ha, aka. Aka eshitding, viloyatdan kelayotgan mashinalarga 3 kunlik propiska qilib berish kerak, deng. Zo'r bahona, ko'rsatuvda cho'tka ketadi. Rahmat. Plastikka pul tashib olasiz. Aka, katta qarzim bor, to'lolmayapman. Bahona kerak. Nima sen o'zingni ko'zing bilan ko'rdingmi? Men u qiz bilan yotmaganman, tushundingmi? Qarzim bor deyapman. Adashib ketdim, uzr. Aka, biz erkak ishimiz-ku, erkakchilikda bo'lib turadi-yu. Oyi 15 yorug' 15 qorong'i, aka. Pulizga otda prosta probkada bo'lib qoldi. Men buncha gapirolmayman. O'zini olib kelay, tushuntiring. Mayli, faqat qimmat bo'ladi. Pulim hali mani. Hey, bervor birat pulini. Nima olib yuribsan? Boshqacha gapirdingiz-ku menga. Beraman, akajon. Rajab, kengisi. Normat, Assalomu yaxshimisan? alaykum. O'chir so'ruv. Endi sizni qimmatingiz bilan, Rashba. Mana yana yangi bahonalardan. Bu bahonalar kam-ku. Voy, shuni ishlatib tur. Toqqa chiqolmay xotindan qo'rqayotgan erkaklar uchun bahonalar вообще kerak bo'lyapti-da. Sпрос ko'payapti shunga. Yaxshi ham shu bahonalar bor ekanki, biz boyib ketamiz. Yana bahona so'rab keldilaringmi? Balki qarab ko'rarsiz. Qolmadi bahona. Do'konni uyib qoldilaring. O'zlaringga bir normalniy komanda tanlalaring.